Do'stlar, Andijon mashina bozoridan haftaning yakshanba kuniga Cobalt-da boshladi syomkalarni. Birinchi Cobaltimiz 2020-yil. Kraskasi qanaqa ekan? Kraskasi orqa grilloda ustida shilinganiga sepilgan. Orqa grilloda ustida shilingan sachilgan, yumshoq balonlar bor, 4 ta yangi. Xo'p, mashinamizni bitta motorlarni ko'rsatib qo'yaylik. Motor holatlari. Xo'p, gazi bor ekan metan, konditsioner, ABS bor. Motor hadovoylari zo'r. Motor hadovoylari zo'r, 4 ta baloni yangi. Olib minishga tayyor. Tayyor. Shumka bo'lmagan. Chixol, evakor ko'ringlar, barlari, magnitofon zavodskoy, torpeda hamma yo'g'i yaxshi holatda chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Ochinchi bagajda aka. Chiqaman bir soat, nima bo'ldi? Xo'p. Shu yerda mana metan gaz balonlari va Zapas balonlari yangi. pol holatlari, zapas balon, damkirat, kuluch, hamma yo'g'i joy-joyida turibdi. Ravon emblema yopishtirilganmi bu? Ha, ravon qilingan. Ravon qilingan, necha pul puli aka? O'zi minib yurgan mashina. 9200 dan obunachilarga o'tib beramiz. Necha ming yurgan edi bu? 196 ming. 196 ming yurgan. 9200 dan obunachilarga o'tib berasiz. Nasib savdosi-chi? Puli yetmasa bank qilib beramiz. Nasib savdo yo'qmi o'zingiz bilan? Ha? O'zingiz bilan kelishadigan joy bormi yo'qmi? Yo'q. Iloji yo'q, a? Yetmagan joyga bank qilib beramiz. Xo'p, barterchi? Barter ham yo'q. Barter ham yo'q. Iloji boricha naqd ekanda. Telefon nomeri ayting. 94 lik. 94. 65 Xo'p, 40 80. ushbu nomor bilan aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. Akamizdan naqd iloji boricha kelishib bo'lsalar bo'lgan sharoitlar bor ekan. Yo bo'lmasa yetmagan joyga bank qilib beraman deb aytdilar. To'g'rimi aka? Bitta shumi yo bormi yana Cobalt? Bo'l, mana shu. Masha. Xo'p, shunday yechib olaman aka. Do'stlar, navbatdagi Cobaltimiz 13 aka. 2013-yil. Xo'p, metan gazlari bor, motor hadovoylari, Motor hadovoylari bor, ABS bor, konditsioner. ABS konditsionerlari bor. Nechinchi paytsa bu? Ikkinchi paytsa aka. Ikkinchi paytsa. Captiva diskalar qo'yilgan mashinamizga yumshoq balonlari Balonlar taqilgan. yaxshi holatda turibdi balonlari. Bu yoqqa o'ting, odam uxlayapti ekan. Xo'p, chixoli, polik, ko'rik, ballari, zavodskoy magnitofonlargacha bor ekan. Necha ming yurgan edi bu aka? 287 ming yurgan aka. 287 ming yurgan. Keling, oldini bitta olib qo'ying, shu ventlarni olib qo'ying. 287 ming yurgan. Orqa bagajini ochirib, Orqa bagajini ochamiz. bitta ezib beringchi. Punktda ochilmaydimi? Yaxshi sezilmay qolyapti. Xo'p. Metan gazi mashinamizni va zapas balon, damkirat, kuluch, pol holatlari. Va Cobaltimiz ortidan ko'rinishi. Sattivit kameralar yo'q-a? Nech pul? 7,5 ming deyapsiz kam bor. Ikkita yerda pitnosi bor. Ikkita joyda pitnosi bor. Bagajida bor. Oldi krilasida pitno bor. 7,5 ming kam bor. 7,5 ming kam bor. Bozor qilganlar bo'lmadi? Bozor endi qilishdi. Nech pul qilishdi oxiri? 68 ga qilishdi. Bermadi. Nasiya savdosi bormi yo'qmi? Narsa savdosi yo'q, anaqa banki bor, Barteri. barteri bor. Shunaqa Shunaqa holatlari bor. shunaqa holatda kelishsa bo'ladigan sharoitlari bor. Telefon nomeri ayting. 90lik 90lik, xo'p. 141 141 27 27 00. 00 ga aloqa qilsanglar, mashinamizga kelishib bo'lsalar bo'lgan sharoitlari bor do'stlar. Shunday bo'laman. Bitta Cobaltimiz 2014-yil dedingizmi? 2014. Kraskasi qanaqa? Kraskasi shu yerda pitnos. Shu yerda petnos bor. Qolgan joy toza, oldi orqa butun. Bemalol o'sasiz tekshirib olaveradi. Konditsioneri mana ko'rsatib qo'ying. ABS bor mashinamiz. Motor hadovoylari zo'r. Zo'r, ha. Propanmi bu? Propan. Propan gazlari bor. Xo'p. Yumshoq balonlari o'rtacha holatda ekan, chiroyli kalpaklar. Salonlarni bitta ko'rsatib qo'yingchi. Chixol, polik, ko'rik hamma yo'g'i bor mashinamizda. Va torpeda chixollargacha bor, zavodskoy magnitofonda. Orqasidan ko'rinish Cobaltimiz qalampli stoplargacha qo'yib qo'ygan ekan, yaxshi akkuratli holatda turib mashinamiz. Aka, ochingchi buni bagajini. Necha ming yurgan edi bu aka? 260 ming. 260 ming yurgan. Motor hadovoylari zo'r dedingiz aka. Go'zal. Olib minishga tayyor. Propan gazlari puli Buni 73 dan deb beramiz. 7300 kam bor. Nasiya savdosichi aka? Gaplashamiz. Necha puli borga? 4000 puli bor. Arzonroq qiling, Hisobimiz. Naqqa necha pul deyapsiz o'zi?
7000 300 dan necha tushib beraman? 50% aytsangiz ham 3,5 bir 3000 deying nasiya savdoga kelsa. 3000 ga biz obunachilarga bering. Obunachilar 3000 pulinglar bo'lsa, nasiya savdoga kelsa bo'laveradi. Necha oygacha? 6 oydan 1 yilgachami yo 6 oygacha? Yil oxirigacha. Yilda oxirigacha kelsa bo'ladigan sharoitlari bor ekan. Mana 8 oy, 6 oy bemalol kelishaverasizlar. Telefon nomer 93lik 93lik, hop, 778 778. 43 Hop, aytavering. 87. Ushbu nomer bilan aloqaga chiqaverasizlar. Xohlasanglar naqqa, xohlasanglar nasiya savdo kelisanglar bo'lgan sharoitlar bor. Barterlari ham bormi aka? Bor. Barterlar ham bor. Qanaqadir mashinalar bo'lsa, Cobalt'ga alishtirmoqchi bo'lsalar, barterlari ham bor ekan. Cobalt'imiz 2018 desa, 2018-yil kraskasi, Toza, sapachogida pitno bor. kraskasi toza, sapochoyda petnos bor. Pakaleyna propanlar bor. Xo'p, konditsioneri, ABS bor. Yumshoq balonlari, mashinamiz 4 ta yangi balon qo'ygan ekan. Chixol polilar ham yangi. Xo'p, yangi chixol, poli, ko'rik, bar, zavodskiy smartfon, torpeda holatlari. Tomlarni ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bagajni ochib beraymi? Bagajini ochib berasiz. Va Cobalt'imizni ortidan ko'rinishi, bitta orqasidan ham ko'rsatib qo'ying. Mashinamizni ortidan, yonboshdan ko'rinishlari. Shu yerda mana propan gaz baloni и zapas balonni anaqasi. Po'kay turibdi ekan. Damkirat kulishlari bor. Zapas balon beriladimi, berilmaydi? Bor, beriladi. Puli necha pul? 9000 dan o'tib beramiz. Nasiya savdo? 1-2 oyga 1-2 ming yetmasa beramiz. Hali 6 oy 1 yilga bermaysiz. Yo'q, unaqa beramiz. Iloji boricha naqqa ekanda. Naqqa iloji boricha. Telefon nomeri ayting, oshto. 91 477 4006. Ushbu nomer bilan aloqaga chiqib, mashinamizga qiziqqanlar bo'lsa, kelish bo'lsalar bo'lgan sharoitlari bor. Oshto 2014 navbatdagi Cobalt Hoji tog'amizdan 1 yevro. 1 yevro. Undan oldin Cobaltda aytilgan nomerga telefon qilaverasizlar. 2018-2014 Cobaltlari bor ekan. 1 yevro. Motor hadovoylari Yaxshi. zo'r. Xo'p, metan gazlari Bor. bor. Mashinamizni. Kraskasi necha foiz? Kraska eshigida 3 dan 1 qismida bor. Mana shu old shopirda eshigida. Shopirda eshikda kraskasi bor, qolgan joyi toza. Petno ham Ha, shopirda eshik. petno. Toza. Oldi orqa butun ekanda. Ha, toza, qolgan joyi toza. Xo'p, mashinamiz chixol, barlari, CCK smartfon, torpeda holatlarini bitta ko'rsatib berasiz. Poli ko'riklari bor ekan. Yoki oldi oyna ko'tarish elektronika orqadan muyassarobga. Hozir bir Bagaj olsa bo'ladimi bagajda? bo'ladi. Bitta ochingchi, yumshoq balonlari bor ekan mashinamizda. 4 ta archa balon qo'yib qo'ygan. Bo'ldi, ochildi. Xo'p, zapas baloni bor, pol holatlari yaxshi holatda turibdi. Shu yerda mana metan gaz balonlari bor ekan. Necha pul bu Hoji tog'a? 7,5 ming kami bor. 7,5 ming kam bor. Bu ham nasiya savdoga bo'lmaydimi yo bo'laveradimi? 3-4 oyga bera olamiz. Buni 3-4 oyga berilaveradi. Necha pul puli borga? Yarim oltisi bo'lsa bera olamiz. 3,5 ming puli bo'lsa, 3-4 oyga kelsa bo'laveradi. Bo'ladi. Oyma-oy faqat berishga, bitta berishga emas. Oyma-oy berishga. Oyma-oy berishga. Xo'p. Do'stlar, eshitdinglar, oyma-oy berishga 3-4 oygacha kelish bo'lsa bo'lgan sharoitlari bor ekan, yo bo'lmasa naqqa, yo bo'lmasa barter yo'llari bor. Undan oldin aytilgan telefon nomeriga telefon qilib, boshqamizni hozir 14 dan hozir 18 dan kelish bo'lsa bo'lgan sharoitlari bor ekan. Bo'ldim, boshqa Cobaltingiz yo'q-a? Endi olaveraymi? Navbatdagi Cobaltimiz 2024, 4400 yurgan, kraskasi toza. Xo'p. Zavodskiy holatda. Konditsioner ABS'lari bor mashinamizni. 4-pozitsiya aka. 4-pozitsiya и zavodskiy holat ekan. Zavod balonlarida hech narsasi qilinmagan. Evako ko'rik tashalgan ekan. Mashinamiz chig'ol polilari qilinmagan, ko'rik tashab bo'lgan. 4400 yurgan. Shunaqa yangi mashina qidirayotganlarga, yangi Cobalt qidirayotganlarga do'stlar, podresa qilib jo'natib qo'yasizlar. Mabodo o'zingizlar qiziqsanglar, akamiz nomidan aytib o'tib ketamiz, aloqaga chiqsanglar bo'lgan sharoitlar bor. Bitta laykni bosib, bizga ham nasib qilsin deb kommentariyaga yozib qo'yasizlar, Cobalt yo'q aka-ukalarimiz bo'lsa. Yangisi havas qilganlar, zapas balon, dampirat, kuruch hamma yo'q joy-joyda turibdi. Olib olasiz, o'zingiz uchun u yoq bu yoqni tayyorlab olsangiz bo'laveradi. Aka necha pul edi bu? Puli 11800 kami. 11800 kami bor. Bo'ladigan narxi necha pul oxiri aka? 11,5 mingmi? 11,5 ming. 11,5 ming. Undan kamiga bo'lmaydimi? Bering biz obunachilarga undan kamiga. Nasiya savdochi aka? Nasiya savdoga yo'q, naqd pulga. Faqat naqdga. 11,5 pastiga. O'tkazib olish kerak, ayolning nomida. Ha, game bo'lmaydimi? Game bo'lmaydi. Ha, iloji boricha nomiga o'tkazib olish kerak. 11,5 pastida bo'ladimi?
Siz nomingizdan chiqsa jinni barakasiga o't beradi. Do'stlar 11.5 pastiga ozgina o't beraman deyapti. Obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomeringiz nechi aka? 91lik 91lik 610 610 44 47. 44 47 aloqaga chiqasizlar. 11.5 mingni pastiga gaplashib qo'ydik. Xudo xohlasa telefonsizlar chiroyli qilib narxlarda qilib beradi. Aka bozoringiz bersin. Albatta Cobultlarimiz akamizdan. Aka buni yili nechi? 14. 2014-yil. Kraskasi Kraskasi bir 30-40 foizcha bor. qayerlarida? Old orqasida yo'qmi kraskasi? Yo'q, mana kapotida bor. Xo'p, Kriloda bor. Eshikda bor. Eshikda. Kapotida bor. Xo'p. Metan gazlari bor. Ulangan joyi yo'q. Usaytirlar yechilmagan. Xo'p bo'ladi. Metan gazi bor, motor hadoylari zo'r. Zo'r. 300 qancha yurgan? 317 ming. 317 ming yurgan. Yumshoq balonlari bor mashinamizda. Mana shu yerni olib qo'ying, aka uxlayapti. Shu yerni olib qo'ying. Chexol, qo'lik, ko'rik va barmarlari, mikrofon, hamma yo'g'i bor. Yoki oldi oyna ko'tarish elektronika, orqalami Yassarobga. Ha, 1 1 yevro. yevroda bu. Bitta ochsa bo'ladimi bagajni? Ha. Odam uxlayapti ekan. Xo'p. Orqalari ham mana pechat. Hamma yo'g'i zavod ko'rsatib kantarlarda berasiz. turibdi mana. Zavod kantarlar turibdi. tomonlari И ham. metan gaz baloni, zapas balon, ham. damkirat Hamma kiruvchi mana pol holatlamda ko'rsatib Zavod qo'ysangiz. Bu. Nech pul? Uni 6,5 mingdan kelishtirib beramiz. 6,5 mingdan kamiga berasiz. Oltini pastida bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yo'q, oltini pastida emas u. 6,5 mingdan pasaytirib, kelishtirib. Olti tepasi 6,5 pastimi? Ha. Variantgachi bu. Nech pul bilan berib berasiz? Yo'q, buni variant chiqmaydi. Chiqmaydi variant. Puli yetmaganlarga bank, Dokumentlarda muammo yo'q. mashinalari bo'lsa barter kelisha olamiz. Gen ham bo'laveradi, nomiga o'taveradi. Deboy hujjat chiqib oladi. Dokumentlar bo'laveradi. Xo'p. Navbatdagi nechi yili? 13 2000 birinchi paytsa 2013-yil 1-paytda chiroyli diska, yumshoq balonlari bor mashinamizda. Mejigal pultlari ham bormi aka? ha bor. Xo'p. Motor hadoylari zo'r. Ha. Metan gazi bor bunisi. Tayyor, metan gazi. Buni bor. metan gazi bor, narigisini propan gazlari bor ekan. bo'ldimi? Chexol, poli, ko'rik, Bu barlari, Muhammad Aminga zavodga telefon mikrofon, qilgan torpeda nomerdagi holatlarini telefonlar ko'rsatib qo'ying, chiqib, torpedalar. ta'sirlardan Chizilgan, chiqadi. qirilgan joylari yo'q. Chiqadi. To'g'ri, oyna ko'targich elektro Miya Sarobga ekan. Shumka punka bo'lmagan mashinamiz. Buni 6,5 ming. Xo'p. Hozir so'raymiz. Metan gazi va shu yerda zapas baloni bo'lgan ekan diskasi, baloni bor ekan xolos. Yurgani qancha buni? 394 ming. 394 ming. Pulichi? Buni kraskasi butunga sepilgan, tomni pasti asfijit. Ha, tonni pasti Uni ham asfalt. ulangan joyi yo'q. Xo'p. Bunda ham usilitrlar yechilmagan. Mashina butun. Pulini 6,5 mingdan kelishtirib beramiz. Bu necha pul bilan chiqarib berasiz bu variantga? Yo'q, bu variant chiqmaydi. Bu ham chiqmaydimi? Bank chiqadi. Ha, bank chiqadi. Telefon nomeri bitta aytib Barter oling. asha Andijonda mashinalari bo'lsa kelishamiz. Andijon mashinalari barter iloji bor. Telefon nomeri. 99lik Aytovering. 174 47 33. Ushbu nomerga aloqaga chiqib, mashinamiz xohlasizlar metalli variant, xohlasizlar propanli variant Cobalt'da kelish bo'lsa ham bo'lish sharoitlari bor. Bo'ldi?